Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Maxtumzoda Shuayb Xo'jini o'ldirib, uzun yillardan beri kech-kunduz ko'ngliga kelgan dadisi Xo'ja Muhammad Yusuf Ishonning qisosini elish orzusini ozroqmi bo'lsa qondirgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning xo'shalliklari ancha uzun davomlashmadi. Muhammad Emin Bahodirxon bilan Malika Muhtaram xonimning Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning nazarini Uchturpandan burib etish maqsadida Qaraqosh, Qog'iliq, Tayzavod, Cheriqo'l, Toshmiliq, Ishqo'l qatorliq yurtlarda plan bo'yicha elib bo'lgan xuddi ko'z yomg'irining guldirmamasdek kichik ko'lamdagi qo'zg'alonlar Hidoyatulloh Ishonning xotirjamligini bozib, qattiq vasvasiga selib qo'ygan edi. Mushu qo'zg'alonlar sababli Xo'ja Hidoyatulloh Ishon bilan Arkoniy davlat Mirza Idrisbek o'ttirsida xilali cho'ng fikr ixtilofi ko'rildi. Sölki Ishoqiyatchi qari musulmon murtatlar Shuayb Xo'janing intiqomini olish uchun saltanat bilan qarshilashyotdi, deydi Hidoyatulloh Ishon. Yanglishdilar ana hazratim. Ishoqiyatchi murtatlar büyük saltanatimiz bilan qarshilashishga zinhor petinolmas. Bularning hammasi Muhammad Emin Bahodirxon boshchiligidagi Dahri Saidiya avlodlarining to'plamidir. O Dahri ozg'unlardan ehtiyot qilmoq kerak, deydi Mirza Idrisbek o'z muloyisiga Oppoq Xo'jani ishontirishga tirishib. Hidoyatulloh Ishon bo'lsa yana o'zining eshigini yo'rg'iltatdi. Kaltkanlik qilyaptilar taqsir. Dahri Sultan Ismoilxon ulug' Mo'g'ul xon xo'jamning dargohida to'rg'oq bo'lib turayotgandan beri Dahri Saidiya jamiyatidan bizning saltanatimizga tikilib qarashga petinolligidek odam qolmadi. Ul Muhammad Emin Bahodirxon bo'lsa, Uchturpanning amirlik nesibisiga shukr qilib, bizga ixlosmandlik bildirib xizmat qilmoqda. Shunga beshi yanjilgan yilondek qayonga beg'irlishni bilinmay turgan Saidiya avlodlaridan emas. Eng ashaddiy ag'yorimiz Ishoqiyatchi murtatlardan ehtiyot qilganimiz afzal. Ul qari musulmon xarlarning yutqumini qo'rqmay turib, saltanatimizga bir kun oromchilik yo'qdir. Esfulisi taqsir. Lashkariy divandan hamyon oqchilarni elib, jon beqiyotgan xufiylarimiz nemishqa hozirgacha Daniyol Xo'ja degan tunguzning kuchugini topolmaydi. Lashkariy divanning yaqindan beri xizmatlaridan zinhor rozi emasman. Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Xufiylarimiz ul murtad Daniyol Xo'jani taraflardan yurtlardan izlayotdi. Ammo aksi Shuayb Xo'janing o'limidan keyin ul Maxtumzoda xuddi mushukdan qo'rqib, iniga kirib olgan cho'chqandek faqatla didor ko'rsatmayotdi. Mirza Idrisbekning qarab turib o'zini mushukka o'qishi Hidoyatulloh Ishonning titan tumiriga tegdi. Har qachon o'zini Valiyulloh, Qutbul Aqtob, Sultonul Muhaqqin, Kashfu karomatchi, Sölki ishqiyaning emas, bir butun elning posiboni, yo'lboshchisi hisoblab boshqalarga aql o'rgatib, har bir og'iz so'zlar uchun muxlislarining og'zidan Parinning amri, Xudoning amri degan dabdabalik so'zlarni anglab ko'nib qolgan Hidoyatulloh Ishon uchun Mirza Idrisbekning ha deganda o'z ko'z qarashlariga qarshi fikr yurgizishlaridan, aqldorlik qilib soqol g'iyrishlashlardan qattiq bezor bo'lishga boshlagan edi. Nozik tabiatlik, tipik Qashqarliklarga xos mijoz xuluq yetildirgan Hidoyatulloh Ishon shu topda qattiq ranjib qolgan edi. Katta saltanatning posiboni Sultonul Muhaqqin Ishon xon xo'ja bo'lib turibdi. Endi chashqon tutishdan o'zgiga yaramaydigan mush misoli bo'lib qoldikmi endi? Tashakkur Mirza Idrisbek. Sizlarni shunchalar e'tiborlab saltanatimdagi eng katta mansab Arkoniy davlatdagi martabasini in'om qilganimga tashakkur. Lashkariy divanning amir kabirlik kursida o'ltirg'izganimga ming tashakkur.
Hayhat erkani devlet canaplari, dedi Hidoyatullo Eshon xafaligini yo'shiramay chiroyini purishdi. Bizlar choshqon tutishqimi yaramas mushuk bo'lsak, taqsir o'zlari nima bo'lurlar? Kim bilan so'zlashayotganliklarini bayqabsizmi? Bir buzurikni yaramas bir hayvonga o'xshatish shubhasiz kufrlikdir. Qattiq to'g'ri qilmoq kerak. Hidoyatullo Eshonning asli muddaosini tushunmay, bir ig'iz so'zga ushuqlik bilan eslayotganligini his qilgan Mirza Idris Begning og'zi damonliqda gapga kelmadi. Eshon xon xo'janing g'azabiga uchrashdan ansirab, so'g'uq terladi. Doduqlab turib, o'zini oqlashga kirishdi. Kechirgaylar ona hazrati. Sadoqatman murtlari zinhor undoq demoqchi emas. Muddaoyimni tushunmaga o'xshaylar. Bas, haddlardan to'la oshmishlar, dedi Hidoyatullo Eshon Mirza Idris Begning muddaoyimni tushunmagan o'xshaylar degan gapiga texmi bakti ekan. Bizlarkim Eshon xon xo'ja bo'lmish Qutbul Ahtob pir buzurikni murshidlarning muddaosini tushunmaydi deb g'avg'o qilishdan uyalsalar taqsir. Shundaqla kashfu karamat ko'rsatsak, 7 qat yerning ostidagi sir asrorlardan to'liq xabardor bo'lguchiligimiz bor. Janoblari o'zlarining Saidiya ordusida uzun mezgil amir bo'lganliklarini tashkil bizlarga Eshon xon xo'jini saltanat ishlaridan bexabar chog'lab qo'yma takabburlik qilyotdilar. Ha deganda bizning farmonimizdan qusur izlab, lashkari divon nomidan xohlagancha farmon tushiryotdilar. Hidoyatullo Eshonning bu so'zlari Mirza Idris Begga tuhmat bo'lib tuyuldi. Yo'qsa, qibligahimdan besora farmon tushirganimiz yo'q. Hidoyatullo Eshon Mirza Idris Begga nashtardek tikildi. Yolg'onchilik og'ir gunohdir. Oqsu amiri Rahmatulloh xalifaga 3 turpan lashkarlarini ostoniga yetkazib kelish, 3 turpan amiri Muhammad Emin Bahodir xonni qatl qilish xususida tushirgan farmonlardan kedin olmoqchimisizlar? Bu ishdan ona hazratimning xabari bor edi. Ehtimalim aslidan ko'tarilib qolgan o'xshaydi. Muhammad Emin Bahodir xonning aqli ko'rsatishi bilan Mirza Muhammad Shahbek Rahmatulloh xalifani 3 turpan lashkarlarini ostoniga yetkazib ketmasdi. Saltanatning muqimligi uchun 3 turpanda lashkar turg'izishning to'limi zarurligi, Muhammad Emin Bahodir xonni o'ltirishning hech qanday zaruriyatining yo'qligi xususida Xo'ja Hidoyatullo Eshonga ma'lumot yo'llatqizgan edi. Mirza Idris Begning lashkari divon nomidan tushirgan bu farmondan Hidoyatullo Eshonning rostliq xabari yo'q edi. Ma'lumotnomani ko'rib, Mirza Idris Begning maqsadini tushunmagan Eshonning ko'ngliga shak tushgan edi. Shundaqmi, ko'ngildikini bilindirmay Mirza Idris Begni ostirdan taqib qilishga boshlagan edi. Eshon o'rnida Mirza Idris Beglar emas, har qanday bir amir sarkardasining inovat tepib o'zidan eshib ketishidan qattiq vayim aytdi. Ha deganda soqol tarab aqldorlik qilib ketayotgan Mirza Idris Begning so'z harakatlaridan bezor bo'lib turgan Hidoyatullo Eshonning savr qochisi bugun bir dilni tashqan edi. Shunga hozir u ko'nglidagi gumonlarni biroqli oshkorladi. Esla, u farmonni tushirishdagi muddaolar zodi nima? Arkoniy davlat janoblari. Hidoyatullo Eshonning so'zlaridagi oshkora taaddudni tushungan Mirza Idris Begning tili gapga kelmadi. Vujudini qori tarbiyasi o'zini tagsiz bir honga tushib ketib qolgandek sezdi. Bu muhtaram hazratim, bu Hidoyatullo Eshon g'azab bilan qo'l silkidi. Bas. Bir buzurgidan sir yo'shilmoqlik, xon xo'jasidan saltanat ishlarini huquqiyona tutmoqlik og'ir gunohdir. Amir kabir janoblari, hozircha qaysirlar. Boshqa kuni muloqotda bo'lgaymiz. Hidoyatullo Eshon shundaqla dedi-da, o'lim vahimasiga tushib, lag'ildab turgan Mirza Idris Begga mansitmaslik nazari bilan shundaqla qarab qo'yib saroydan chiqib ketdi.
Hidoyatullo ishonning gumonxo'r, ichi tor, qari ko'ngil, o'zidan boshqa hech kimni o'ylamaydigan tabiati. Qo'l ostidagi biror odamni ishonchsiz deb qaragan hamon ichini qurtdek qajilib, ko'zdan yo'qotmaguncha ko'nglini orom topqizmaydi. Cho'tatda uning Mirza Idrisbekka bo'lgan ishonchsida ozroqli tavrinish bo'lib edi, kallasi har kirib olgan qopoqdek g'o'ng'ildab, ko'ngil oromi butunlay buzilib ketdi. Vujudida tog'dek do'linib ketgan mekr tadbirini darhol ishga soldi. Shu ish bo'lib hafta o'tganda Hidoyatullo ishon lashkariy divondagi Mirza Idrisbekning yaqini deb gumon qilgan 7 nafar sipohbegni Mirza Idrisbek bilan birlikda Makkaga haj qilib kelish yorliq tushirib ko'zdan yo'qotdi. O'rdadagi yuqori mansabni egallab turgan bu amirlarni buningdan o'zgacha usul bilan jazolashmi mumkin emas edi. Sulton Ismoilxonga sotqinlik qilib, Xo'ja Hidoyatullo ishonning Saidiya xonligini oldirib tashlashi uchun nurg'un tuhfalarni ko'rsatgan. Mirza Idrisbek oxirgi hisobda kallasidan ayrilib qolmaganiga xo'sh bo'lib, hasrat nadomat ichida ostondan ayrildi va ikkinchilab Saidiya tasarrufiga dasimaslikka qasamyod qildi. Mirza Idrisbekni Makkaga palab, ko'ngli amin topgan oppoq xo'ja bo'lsa, barliq zehnini Maxtumzoda xo'ja Doniyol ishonni tutishga va so'liki sohiyatlarni qattiq taqib qilib jazolashga qaratdi. Uchturpondagi Muhammad Emin Bahodir xon bo'lsa, xiyoliga keltiribmi qo'ymadi. Anlayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Milodiya 1680-yil. Ujmi pishqi. Xo'ja Hidoyatullo ishonning uch oshkor qo'llashi bilan butkul Saidiya tasarrufida bo'libmi Ostona, Qashqar, Xotan va Oqsu qatorliq yurtlarda kundan kunga kuchayib berayotgan so'lki ishqiya murtlarining so'lki soqiya murtlarini jazolash, bo'lash, urush, o'ltirish qilmishlariga chidamagan Oqsu amiri Rahmatulloh xalifa soqiya so'likini cheklashni, taqib qilishni to'xtatish, soqiya so'likidagi oddiy avomning huquq manfaatini, mol mulkini saltanat suri bilan qo'g'dashni, chekidan oshgan ashaddiy so'lki ishqiya murtil hidoyatchilarning jinoyatini surishti qilib, xonlik qonun jasaqqa tortish, avomning xotirjam tirikchilik qilishi uchun har ikkili so'liklarga o'xshash ko'zda qarash xususida ko'z qarashlarini ochiq oshkor ifodalab Hidoyatullo ishonga xat yozdi. Bu xat o'rdada cho'ng bir g'avg'oni paydo qildi. Ochiqroq qilib aytganda, butunlay degidek so'liki ishqiya murtlari huquq egallab turgan Hidoyatullo ishon o'rdasidagi amirlar Rahmatulloh xalifaning ko'z qarashlariga ochiq oshkor qarshi chiqdi. Ishon xonga qori musulmon so'lki soqiyatchi ozg'unlarga yon bosgan Rahmatulloh xalifani jazolab, noib va amirlik mansab qo'lasini elib tashlash haqida taklif berdi. Ishon Pirining amrini Xudoning amri deb bilmay otkorchilik qilgan bu amirga g'azablangan. Bo'libmi mansabdorlarini ishonchsiz deb qarashga odatlangan Hidoyatullo ishon bu taklifga o'yinib turmayli qo'shildi-da, darhol Rahmatulloh xalifaning noiblik va amirlik mansabini elib tashlab, oddiy puhra darajasiga tushirish haqida yorliq tushirdi va Davud Hoji Qushqosh ismli bir amirni Oqsuning noibi va amirlik mansabiga tayinladi. Eshon xonning elchisi Oqsuga yetib kelib, xon yorlig'ini jakarlagan kuni buni Hidoyatullo ishonga qarshi ko'tarilishning eng yaxshi fursati deb hisoblagan Mirza Muhammad Shohbek amir lashkarlik martabasidan va sarkarda lashkarlar orasidagi obro'yidan tayinib, xon yorlig'iga qarshi chiqdi. Yorliqni akagan Farmonchibek Davud Hoji Qushqoshni qo'lga oldi hamda Uchturponga choparman mangdirib, ahvoldan Shohzoda Muhammad Emin Bahodir xonni xabarlantirdi. Shunda qilib Oqsu hech qancha kuchimayla Muhammad Emin Bahodir xonning qo'liga o'tdi. Muhammad Emin Bahodir xon bilan Malika Muhtaram xonim Uchturpon lashkarlarini boshlab Oqsuga kelib joylashgandan keyin Muhammad Emin Bahodir xon o'zini Saidiya saltanatining xonu xaqoni deb jakarladi. Uchturpon lashkarlari bilan Oqsu lashkarlarini birlashtirib, lashkarlarni qaytadan tartibga soldi
Hamda qo'shinni ikki taramga ayirib, bir taramga Mirza Muhammad Shohbek amir lashkar bo'lib Qashqarga, yana bir taramga Malika Muhtaram xonim amir lashkar bo'lib Maralbeshi orqali Ostonaga tegish qilish uchun yurib ketdi. Muhammad Emin Bahodir xon songlisining qo'shini bilan mang'ilgan bo'ldi. Milodiya 1680-yili. Örük may bo'lib pishgan mazgilda Muhammad Emin Bahodir xon bilan Malika Muhtaram xonim boshchiligidagi qo'shin Ostonaga yetib keldida, Oltin darvozaning sirtidagi to'pilikda Chedar bargoh qurib joylashdi. Tuyuqsiz osmondan tushgandaglar Ostona bo'sig'isida paydo bo'lgan haybatlik qo'shinni ko'rgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon az ho'shini yo'qitib, sepilning kuzatish munoridan uchib tushgili qoldi. Chiroyi tatirib, lavlari titrab, bir eg'izmi zo'g'on suralmadi. Sarkarda navkarlarining yo'lashtirishi bilan sepildan oron-tas tushib, to'rt ot qitilgan shahoni mapiga joylashdi-da, Urul o'rdiga qarab mangdi. Shahinshinga kirib taxtga joylashib o'tirib olgandan keyin mulozimlar sungan oltin kasadagi muzdek sharbat bilan vahimadan qurib ketgan gilini namdib oldi. Ondan bir oz esiga kelib, alam bilan varqirdi. Parvar, shaharning barliq sifil qo'voqlari qattiq muhofaza qilingan. Namoz shamdan tortib, bomdod vaqtigacha keksa yo'l yurish taqiq qilingan. Xiloflik qiluvchilarning kallasi surish qilinmaydigan. Hidoyatulloh Eshon beshini töven sag'inicha qo'l bog'lab turgan amirlarga bir qo'r qarab chiqqandan keyin gapini yana davomlashtirdi. Janobi amirlar, tuzkur munofiq Muhammad Emin Bahodir xonni barliq sarkarda lashkarlari bilan yo'qotish haqida yaxshiroq tadbir ko'rsatgaysizlar. Vahimadan kallasi quruldiinib qolgan bu amirlar xuddi aqldan ozgandek beshini töven sag'inicha salpiyib turishatdi. Shu topda ularning kallasida yovga qarshi o'tirg'i qo'yg'idek biror jang tadbiri yo'q edi. O'rdida yuqori mansablarni egallab turishgan bu amirlar xoniqa tunak xonlarda, so'rin saynolarda zikri suhbat, halqi sama selish qil yaraydi. Eshon xo'jasining har bir so'zlari uchun Pirimning amri Xudoning amri deb do'st tortib berishni biladi xolos. Xeli uzoq kutgan Eshonning umidi oxiri yo'qqa chiqdi. Odatdagi vaqtlarda javildab to'xtamaydigan zuvaninglar endi yamish qoldimi taqdirlar? Dedi Eshon ta'niq qilib. Gap qilinglar. Murtad tuzkorlarga taqobil turish tadbirini ko'rsatinglar. Amirlar yer tegidan bir-biriga qarashdi. Oradan birarning yaxshiroq tadbir ko'rsatib, o'zlarini bu tanqislikdan qutuldirishni tilashdi. O'lim vahimasidan nafs qisilib, gej-gej ovoz chiqarib tinishdi. Vujudini bosgan qora tardan to'n sarpoyillari badallariga choplashib ketgan edi. Qutbul Aqtob hazir kimga ma'lum bo'lg'ay. Top ichidan engirgandek zaif bir ovoz anglandi. Quturgan qovundek bostirib kelgan u dahri yog'i taqobil kelmak basli mushkuldir. Baxtimizga yarasha Ostonning sepillari egiz, xandaklari chunqur, qo'voqlari mustahkamdir. Naqobil amirlarining qalb ta'mincha Ostonni qattiq muhofazat qilib yatqash. G'oldan xon xo'jamga tezdan choparman ma'dursa. G'oldan xon xo'jamning hamdamchi bahodirlari yetib kelgandan keyin ondan tuzkur Muhammad Emin Bahodir xon lashkarlariga tavli hujum qilib yo'qotsak. Shu topda Oppoq xo'janing G'oldandan yordam so'rg'usi bo'lsin. Ammo Mo'g'ullarning o'zini qilchilik ko'zga ilmaydiganligi. Amirlar oldida Mo'g'ul xonga yukinib, ta'zim bajar keltirish jarayonida tortadigan xo'rliqlarni ko'z oldiga keltirib, yoltib qolgan edi. Navada u Mo'g'ullarning yordamsizlar Muhammad Emin Bahodir xon lashkarlarini tarmar keltiradi. Shohinshiniki mulu manqibi amirlar oldida butkul el yurt oldida o'z obro'yi hassilab oshadi. G'oldan Beshikto'xon oldidagi yuz obro'yimi xilli cho'ngi yotdi. Mo'shilarni xiyoldan o'tkazib yetib, u heliqi amirning ko'rsatgan tarbiyasiga qat'iy qarshi chiqdi. Mo'g'ul xon xo'jamning bahodir lashkarlarini avar qildik.
ul tuzkur Muhammed İmin Bahadır Han'ның leşkerleri qanchalik edi abi? Dedi Hidayetullah İşan özünü yüreklik gösterişke tirişip. Ostandaki neç tümeldigen leşkerlerimiz, Bahadır serkerdirlerimiz, yani tehe rayet orsidagi lakmilg'an mo'til hidoyatchi g'ozillarimiz ularga taqobil turamasmi? Eşan şundaqlı po etib so'zlab edi, o'zining rostunda shundoq qudratli kuchi borligiga birdilla ishinib qoldi. Heliqi tadbir ko'rsatgan amirga g'azab bilan chekchaydi. Mirg'azab, Labbayxon xo'ja. Jallotlar beshi to'p oradan o'milgandek mengib oldiga chiqdi. Murtad yog'i bo'sig'ini ustida devaylab turgan vaqtda saltanatimizning hayvisini tushirib, yovni ko'k ko'tirgan mo'l qo'rqinchoq amirning kallasini usat. Oh, Tangrim! To'p ichidan echinishlik chirqirgan ovoz anglandi. Mirg'azabdek jallotlarni buyurib, heliqi amirni tarqirtib so'rgunicha Shohinshindan chiqib ketdi. Şu hamon boshqa amirlar log'ildab titrashga boshladi. Shundaqdimi kalvalashgan tillarini ishqa solib, Hidayetullah İşan'a madiha o'qishga boshladi. Sultonul muhakkam piri buzurkimiz qudrat tutdi. Qutbul Aqtab İşan xon xo'jimiz kashfu karomatlik, adolatlik sulqarni shundaqli bir chiltidigan bo'lsa, u tuzkur murtatlarning boshlari berishidan uzilgan omutdek yerga to'riqlab tushishdi. Bizga Janobi qirdigahimiz madadkor. Musibatga yuzlanguchi duolarini bersunlar. Ul tuzkur yog'i bo'lg'aymiz. Maqtas sadolari ichida vujudidagi vahima tarqalib, xilil mag'duriga kelib qolgan Hidayetullah İşan qaddini roslab, taxtda qaytadan yedib o'tirdi. Farmon! Barliq sarkarda lashkarlar puxta jang tayyorligi ko'rgay. Ati noshtadan keyin u dahri murtatlar bilan jang qilgaymiz. Hozirlar Qashqar, Yemisarga chaparmanmangay. Naib Amir Xudobardi xalifa Qashqar lashkarlarini, Mirza Qaroqchibek Yemisar lashkarlarini boshlab Ostonaga hamdamlikka. Ati Ostonning oltin darvozasi nollik chirqirab echildida Hidayetullah İşanning uchtuman sufi lashkarlari hum Alloh haqdus, hum Alloh yopirim degan jarri samollari bilan yupurlib chiqib keldi. Xo'ja Hidayetullah İşanni jangi undash haqida sarkardilar bilan kengash qilib o'tirgan Muhammad İmin Bahadır Xon bilan Malika Muhtaram xonim Hidayetullah İşan lashkarlarining jangi chiqqanlik xabarini olib, darhol o'rinlaridan turishdida bargohi oliydan chiqishdi. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqtdan keyin har ikkala taraf ikki o'q yetim orliq qoldirib sapras bo'lib turishdi. Beshiga olmos qo'l qadalgan shahona salla. Qutisiga eshancha suv kepan tun kiygan Hidayetullah İşan oq org'amoq ustida yediyib o'tirardi. Uning o'ng so'l tarafida Molla Soqi bilan Amir lashkari Mirza Sodiqbek va to'liq jang kiyimi kiyishgan 20 ga yaqin sarkarnisi otliq turishardi. Hidayetullah İşan oq org'amoqni yengil devitib edi, boshqalarmi Eşonga agishib otlarini beqindashdi. Ular o'z lashkarlari sepidan yerim o'q yetim oldiga ilgarlab to'xtashdi. Onungacha Muhammad İmin Bahadır Xon bilan Malika Muhtaram xonimni 10 necha sarkardisini agashtirib, Hidayetullah İşanning oldiga qarab ot soldi. Bir o'q yetim orliq qoldirib to'xtashdi. Hidayetullah İşan Muhammad İmin Bahadır Xonning orqa tarafidagi lashkarlar ko'tirib olgan cho'ng to'pqa nazar tashladi. Büyük Saidiye saltanatining Xonu Xaqani degan oltin ranglik xat valildab turgan ko'k ranglik to'g hayvat bilan lapildab turardi. Hidayetullah İşan to'qqa mansmaslik nazar bilan shundoqli qarab etgandan keyin Muhammad İmin Bahadır Xonga adovat ko'zlarini nashtardek tikdi. Uya! deb vaqirab so'z boshladi İşan. O'z pir buzurkimizga qilish yalang'ochlashdan hayo qilmamsiz? Büyük saltanatga sargashchilik qilib, Ostona bo'sig'isiga shunchalar murtad, lovu lashkarlarini boshlab kelishimiz.
ulug' Mo'ng'ul xon xo'jamning ajal qilichidan ikki bo'lmish arzimat jinimizni tilab omon qoldirib qo'yganimizning tashakkuridir shu. Kaynıgayla bir buzuruk aziz, dedi Muhammed İmin Bahadır Xan İşan'a tevezzü bilen salam kıldı. Uyat ve hayatın eğiz etiş canaplardaki sülük pişvası pürü buzurukka zinhar münasip gelmez. Hak ve adaletin söz açkanda bu bepoyon Saidiye tasarrufi hakiki taxt varisi bulmuş. Bezerkin Saidiye şahsadıllarının atı maras zimınlarıdır. Hazretlerinin babayı pederleri, bizlerin sanu kakan bulmuş babayı pederlerimizge dua goyluk kılıtı ötken halas. Hala bu günler kelgende, Cenab-ı Pir Büzürgümüz öz nisivisiga naşükürlük kılıp, zorluk bilen Tağam Sultan İsmail Han'dın taxt saltanatni soyup aldı. Hem bu aziz tupraqni beguna avamni örlük üçün tirkeşken oğlanlarının kını bilen boydular. Şondaqdimi bugüngacha alayda insof tavfiqlarini tiladi. Ammo insof sizlar rahim qilmoq tugul, o'zga sulhga ham sulhdan mustasno avomning beshiga besyor zulmlarni soldilar. Aslida uyat va hayoni hazirtim qilishga tegishli edi. Sizlarcha, Pir Buzurg aziz, nadimu Pir Azam bo'yichining sadoqatidan murshidlarining mol-mulk, ziminlarini bulab og'iri var. Kavim kayırındaşlarının üstüge yatlarını başlap kelgini var. Bu hayasızlık ne? Allah rava kılar mı? Muhammed İmin Bahadır Xan, Pirga haqara keltirganligimiz uchun sizin kupurlik o'tdi. Derhal atdan tushib to'g'ri qilindi. Bizning to'n sarpoyimizning tashlaridagi chang-changlarni ko'zimizga surtib, gunohingizni tilab, dedi Hidayetullah İşan Muhammed İmin Bahadır Xan'ның her bir ig'iz sözleri yürükiga begizdek sancılıp, vücudunu azaplap bulsumu özünü temkin tutuşqa tarışıp. Allah'ın bir sonra kıl devrimezdir. Saltanatның bizlerge mensup buluşu Allah'ın iradesidir. Bizler kim Kutbul Aqtab Pir Buzurg bu dünyanın küçük puluğu erzimediğin rangbaz maişetlerden allaqachon qo'l o'zganmiz. Fakat yaratgan haq taala egen buyruğanlığı üçünla bu saltanatga pasiban bulup, nadan raiyetni saadet yoluğu başlap rahnamı bulganmiz. Sizmi Allah'ın iradesiga qoyil bulup, öz nesimimizga shukr qilganligimiz afzal. Bo'lmasa, pir qarg'ishiga ketib, duoibat bo'lg'aysiz. Hayasız naşkırının kardeşi öz beşiğe malamet teşi bulup tekke. Pir Buzurg, çıraylıkça saltanatni qaytırmısın ha? Kan töküştün özge amanımız yoktur. Kimning haq, kimning nahaqligiga Allah özü guvohdir. Uyatsız uyatmasa, haya egenlerining uyutishi qo'rqinchaq sanılır. Hani, sarkardalarni maydonga tushirganlar, bir qator tutishib ko'rgaymiz. Muhammed İmin Bahadır Xan gap tugidi deganni qilib, sarkardalarni agashtirib o'z sepiga qaytdi. Sarkardalarni agashtirib, Sofi lashkarlari sepiga qaytib kelgan Hidayetullah İşanning ko'nglini Muhammed İmin Bahadır Xanning bayonqi so'zlari parakanda qilib o'tgan edi. Jangda g'alaba qilish ishonchisini xilali yo'qotgan İşanning ichiga qaytadan vahima tushgan edi. Shu topda onun tünügün şahinsinde emirleri medihligendek aşında karameti bolsa idi. Qaşteşi kemirge etivagan, saltanatning simoğulu boğan olmaz destilik zulfqarını şunda hılı bir şiltiş bilen Muhammed İmin Bahadır Xan'ның beşini xuddi qushqashning beşini üzgendek kesip taşlasa. Tabir, özüm medet qilg'aysa. İşan Xo'jasining hasratlik nidasini anglagan sarkarda Mirza Sodiqbek jangga tushib, birinchi bo'lib ajr to'hpini qo'lga keltirish uchun Po'lat naysini o'ynatganicha ot selib chiqdi. Havo bo'zilgandek haybatlik nari tortganicha Muhammed İmin Bahadır Xan'ga til soldi. Ey, izzatini bilmagan tuzkur Muhammed İmin Xan, o'zingcha Saidiye shahzodasiman deb Qutbul Aqtab İşan Xon xo'jamga put otqudak bo'ldingmi? Qani, no'chi bo'lsang maydon tushi.
Paragözürüne tonulgan kör közünü neyzemnin uçu bilen bir eçip koyar. Muhammed Emin Bahadır Han emdili eğiz ömeli boğuça Meliki Möhterem Hanımның qara tulpari Mirza Sodiq Bekka qarab o'qdek uçdi. Beşiga altın qubulliq dobulga. Uçsiziki o'q o'tmas Mısır'ın daldılığıcının üstüden o'tqaşdek qizil ərinci ton kiyib olgan Meliki Möhterem Hanım qara tulpar üstüde ba'ayni bir parça yalqundek ko'rinadi. İki Bahadır ot üstüde ön-tinsizla neyzivazlıqqa tushib ketdi. 40 yoshlardan halqigan. Bəsli kelgan Mirza Sodiq Beyning har bir urgan neyzisi xuddi tog'ni tiyishib o'tkidek kuch bilan urilatdi. Ammo ko'zi o'tkir, qo'li chaqqan Malika Möhterem Hanımning harakati chaqmoqdek tez edi. Qo'ldagi yengil, qisqa po'lat neyzisi Mirza Sodiq Beyning o'ng so'l ko'krigi hamda bosh bo'yin qismida xuddi chaqmoqdek vizildaydi. O'zi bilan elishayotgan sarkardining bir qiz bola ekanligini bilmagan Mirza Sodiq Bey Malika Möhterem Hanımning harakatining chaqqan bo'lgani bilan nayza urishining ancha to'g'riliq, kuchlik emasligini his qilib, uni nayzavozlik mahorati ustun bo'lsa-mu, ancha amaliy jang ko'rmagan yosh sarkarda bo'lsa kerak deb faraz qildi. Tirik tutib olishni ko'ngliga pishdi. Malika Möhterem Hanım nayzavozlikda haqiqatan Mirza Sodiq Beyning tangtishi emas edi. Onun ustiga neysi qisqa bo'lg'achqa. Ha deganda raqibining bo'yniga kirib qilish ehtimoligi bor edi. Shunga u qo'tazdek kuchlik Mirza Sodiq Beyni pand ishlatib o'juqtirib yetish ko'yiga tushdi-da, chandurgandek bir hiyla ishlatib edi. Payt keldi deb o'ylagan Mirza Sodiq Bey yo pirmadat deb narri tatquncha neysini ta'tir pirqirtib Malika Möhterem Hanımning beshiga challab urdi. Malika Möhterem Hanım chaqqonlik bilan o'zini o'ng yoniga elib, qora tulparning qo'rsiqiga chaplashib oldi. Dal shu chaqda bo'qqichi ancha ching chigilmagan dubulg'isi beshidan tushib ketdi. Mirza Sodiq Beyning nayzisi vishshida ovoz chiqarib o'tib ketishi hamon Malika Möhterem Hanım yerga tushib ketgan dubulg'isi bilan kori bo'lmay, otning qo'rsiqidan ko'tarilib, egarning ustiga chaqqonlik bilan qo'ndi. Şu hamon onun dobulg'isiga yo'shirgan 40 tal so'mbul cheche xuddi shamol so'qqan majnun taldek yeyilib, xepchedek berida takshi so'yladi. Bayatdan beri o'zi bilan elishgan sarkardaning bir qiz bola ekanligini ko'rgan Mirza Sodiq Bey Malikaning qop-qora so'mbul sochlariga, oyni xijil quvchi go'zal jamoliga hang'iqib qarablik qoldi. Fursatni g'animat bilgan Malika Möhterem Hanım neysini Mirza Sodiq Beyning yeliga g'achchidi sanjidi. Tog' zarbisidan varqirashqimi ulgurmagan Mirza Sodiq Bey ot ustidan xuddi bir tog'or go'shtdek go'lib bir yiqildi. Shu topda ikki sarkardining elishishini ko'zitib turgan Hidoyatullo Ishonning ko'zlari yerda jon talishib yotgan sarkardisi Mirza Sodiq Bekka emas, balkim 41 tal so'mbul chashlar orasida xuddi bulut yerib chiqqan oydek ko'zni qamashtirib turgan Malika Möhterem Hanımning go'zal jamoliga, qizil to'n ichidagi tavul chiviqdek bo'yiga tasvirligisiz bir shaydolik bilan tikilib qolgan edi. Malika Möhterem Hanımni to'nigan bir qism sarkardalar uning ismini qoyillik bilan tilga oldi. "Bah, Malika Möhterem Hanımga! Shunda Sultan İsmail Xonning jiyan qizi shu. Muhammed Emin Bahadır Xonning bir tuqqan singlisi. O'z vaqtidagi o'rda muhofazachilar qo'shinining amir sarkardasi. Katta margantida ol Malika. Otgan o'qini chemigan narsaga tekkizmay qolmaydi." Malika Möhterem Hanımni tirik tutib olsalar, Muhammed Emin Bahadır Xonni osonli chekindirgili bo'ldiganligini pamlagan Hidoyatullo Ishon sarkardalarga qarab amr qildi. "Ana, janobi sarkardalar, qaysonlar bu jodini tirik tutib kelisizlar. O Malikani tirik tutib kelib, Ishon xon xo'jamga tortiq qilgayman," dedi top ichidan bir sarkarda o'z sepiga qaytishga tamshilib turgan Malika Möhterem Hanımga qarab ot silib. Mirza Abbos Xalifa ismli bu sarkarda bayon Malika Möhterem Hanım bilan Mirza Sodiq Beyning jangbozlik mahoratini ko'rib, Malika Möhterem Hanımning nayzavozlik mahoratini ancha yuqori emaskan deb faraz qilgan edi.
Şuna zo'r ishonchi bilan maydonga tushgan edi. Uning turli jang qurollarini ishlatish mahoratidan boshqa o'zgacha sirtmoq tashlash mahorati bor edi. Har doim o'tir barmoq to'nliqdagi 16 gaz uzunliqdagi mashhur tanasini yenidan ayirmaydi. Mayli shikarda, mayli jangda bo'lsin, mashhur tanasini sirtmoq qilib shundoqla tashlasa, har qancha yugurik ot, bo'g'i jaran yoki odam bo'lsin naqli bog'lab oladi. Shunga sarkarda lashkarlar orasida sirtmoq degan laqabim bor edi. Malika Muhtaram xonim Hidoyatulloh ishon qo'shindan yana bir sarkardaning o'ziga qarshi ot silib chiqqanligini ko'rib, etining beshini raqibiga qaratib qo'ydi. Oy shaklli qilish bilan Po'lat nayza bir-biriga zarb bilan urildi. Malika Muhtaram xonimning do'bulg'isiga tiqishtirishga ulgurolmagan sochlari to'xtamay silkinlatdi. Bir necha marta tutishgan Mirza Abbos xalifa Malika Muhtaram xonimning nayzavozlik mahoratining faraz qilgandek ancha xom emasligini his qildi. Shu topda u hujumga o'tish emas, ko'krigini nishonlab chaqmoq tezligida sanjilayotgan Po'lat nayzidan mudofaalanishga o'tib qolgan edi. Mirza Abbos xalifa bundoq ilishning natijalik bo'lmaydiganligini his qildi-da, sirtmoq tashlashga fursat izladi. O etining beshini chaqqida yonga borib, Malika Muhtaram xonimdan 5-6 qadam yiroqlashdi. Egarning beshidagi mashhur tanini qo'liga olib, Malikaning beshini nishonlab chaqqonlik bilan tashirdi. Chambar shaklda uchib kelgan sirtmoq Malika naysi bilan chaqmoq tezligida to'sib o'tdi. Kaman beg'iga olmadek cho'nliqda to'mir o'rnatgan sirtmoq yon tarafga qiysiib bo'shib ketdi. Malika Muhtaram xonim etining beshini borib o'z sepiga qochdi. Malikani yengildi deb o'ylagan Mirza Abbos xalifa mashhur tanini qaytadan yig'di-da, qayta sirtmoq tashlab tutib olish uchun o'tkining pashnasiga o'rnatilgan to'mir ziq bilan etini ochiq beqin dedi. Og'riqqa chidamagan ot yenining boricha chapdi. Bu chaqda Malika Muhtaram xonim naysini egarga elib qo'yib, yosini o'qlab ulgurgan edi. Malikaga xilili yiqilishib qolgan Mirza Abbos xalifa sirtmoqni qayta tashlash uchun beshidan egiz ko'tarib shundoqli ko'rishiga Malika Muhtaram xonim o'zangiga dastlab orqasiga shoqqida yotdi-da, Malika tortib to'lin holatga keltirgan yoning kirishini vishida qo'yib etdi. Malikaning otning ustida o'ngdisiga yotganini ko'rib, nima bo'lganligini bilmay turgan Mirza Abbos xalifaning dal qonshirga yo o'qi zarb bilan sanchildi. Shu hamon chedg'usiz og'riq azobi Mirza Abbos xalifaning butkul vujudiga tarqidi. Ko'zidan zillida o't chaqnab ketdi. O'ng qo'ldagi beshi ustida aylantirayotgan sirtmoqning halqasi dal o'zining bo'yniga kelib qoldi. O sirtmoqni tashlab qonshirga sanjilib turgan yo o'qini tortib olish uchun qo'lini o'qqa uzatdi-yu, mavduga yetmay oldiga enishib qoldi. Qora tulparning tezginini tortib to'xtatgan Malika Muhtaram xonim o'qdek ketib kelayotgan otning ustidagi Mirza Abbos xalifaning bo'ynidagi sirtmoqning beg'ini chaddaslik bilan qo'liga elib, egarning qo'sh beshiga bog'ladi. Qora tulparni o'z sepiga qaratib beqin dedi. Mirza Abbos xalifa bo'lsa bo'ynidagi sirtmoqning tortishidan yerga uchib tushdi-da, qora tulparning to'yoqlar ostidan ko'tarilgan to'pichonda xuddi eshakning topidek so'rilib qoldi. Necha yuzlagan bo'g'i jarallarni sirtmoq tashlab tutib dong chiqargan bechora Mirza Abbos xalifa shu sirtmoqning o'zining bo'yniga tushishini zinhor xiyol qilmagan edi. U shu so'ralganicha Muhammad ibn Bahodir xon qo'shinining sepiga yetib kelganda allaqachon bo'g'ilib o'lgan edi. Sonisining shu qadar jongbozlik mahoratidan so'ngan Muhammad ibn Bahodir xonning vujudi qaytadan jasoratga to'ldi-da, sarkarda lashkarlarga hujumga o'tishga farmon berdi. Qarab turib, ikki sarkardasidan ayrilgan xo'ja Hidoyatulloh ishon urshab bilan bostirib kelayotgan yovni ko'rib, lashkarlarga chekinishga farmon berdi-da, shaharga qarab jinining boricha qochdi. Sepil ustidagi lashkarlar yo o'qi, chashma o'qliq miltiq va to'p o'qlari bilan mudofaa qilib turganligi uchun sepil ichiga bexatar chekinib kirib oldi-da, oltin darvosining qo'yma po'latdan yasalgan qovuqini taqab,
Xandakning osmi ko'rigini ko'tirib o'tdi. Beliqut şirketida ovoz qilinib, Beliqut to'g'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat Xinim nomli tarixiy romanini bugun bu yergacha anglatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilipə, qanun nizam, işaret tili, fen terbiye, fizika, ximiya qatorliq 600'dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi